Assalomu alaykum hurmatli gulshaydonlari. Bugun sizlar bilan aktarani qanaqa vaziyatda gullarga qo'llashligini, qanday dozada tayyorlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Aktara bu asosan qurtlarga, pashshalarga, kemiruvchi yashil qurtlar, har qanday pashshalarga qarshi ishlatilinadi va gulga oz miqdorda bu immunitet ham beradi, vitamin hisoblanadi. Umuman zarari yo'q. Bu juda ham yaxshi dori, ham gulga quvvat bo'luvchi dori, ham shira, pashsha, har qanday hasharotga qarshi dori qo'llasangiz bo'ladi. Buni 4 grammini 5 litr suvga tayyorlanadi. O'zi aslida hozir men 1 litr suvga 1 litr suv oldim. 1 grammini tayyorlab gullarimga qo'ymoqchiman. Hozir havo issiqligi sababli ko'p gullarga qurtlar tushyapti, yashil qurtlar. Bariklarini kemirib tashlaydi, barik tagida yopishib olgan qurtlar bo'ladi, lechinga qo'yib ketadi. Uni ko'rib tozalash ham mumkin, lekin urug' lichinkalarni o'ldirish uchun aktaradan foydalanishimiz kerak. Aktarani bir sepganingizdan keyin bittada qurt o'lishi mumkin, lekin lichinkalarni o'ldirish uchun qayta orasini 3 kun o'tkazib, yana qayta ishlov berishingiz kerak. Birinchi safariga kirsovunda ishlov berib, ikkinchi safariga aktara, yana 3 kun o'tkazib, yana aktaradan qo'llasangiz, gulingiz qurt, hasharot, lichinkalardan toza bo'ladi. Hozir buni tayyorlanishini men 1 gram olaman 1 litr suvga. Mana dorimizni ochib oldik. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu suvga erib ketadi. Hozir shu holatda bir pochkasi 5 litr suvga to'g'ri keladi. Biz olamiz. Tozasini o'tkirroq qilmoqchiman. Shu holatda tayyorlasam bo'ladi. 1 litr suvga. Buni yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Erishi qiyin bo'ladi, erib ketishi kerak yaxshilab. Mana rangi ozmuncha, rangiga ahamiyat bersangiz o'zgardi. Endi buni idishimizga solib olamiz va gullarga ishlov beramiz. Idishimizga solib oldik. Bariga yaxshilab yuvib chiqamiz endi shu holatda. Asosan tanasida, gulni tanasida va barik tagida bo'ladi qurtlar. O'shanga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Mana teshik gulingizda paydo bo'ldimi? Shunaqa teshik, demak bilingki, bunga qurt ulashgan bo'ladi. O'sha qurtlarni qo'rqmasdan gulga zarari yo'q. Yuvib tashlash kerak. Biz asosan barigini tagiga ishlov berishimiz kerak. Qurt tushgan gulni bariklari shunaqa dog'lar bo'ladi. Sababi qurt kemirgandan keyin o'sha kemirilgan joyidan barigi sarg'ayib qurishni boshlaydi. Xudo xohlasa hozir bu sarg'aygan qurt zarar yetkazgan barglarni ham qayta o'zini tiklab olishga yordam beradi. Qurtlar giron bilan begona gullariga juda tez tushadi. Ana shu ikkala gulingiz bo'lsa, har doim ko'z quloq bo'lib tekshirib turishlaringizni maslahat beraman. Qurtlar eng yaxshi ko'radigan gul bu giron guli va begona gullari hisoblanadi.
Shunaqa tarzda qanaqa gul yuzga qurt, bariga sarg'ayish, kasallik tushgan bo'lsa, bemalol Aktaradan foydalanib ishlatsangiz bo'ladi, qo'rqmasdan. Bu asosan o'zi gullar uchun moslashgan shira, pashsha hammasi uchun ham gulga immunitet bo'ladi bu. Zararsiz dori. Bemalol 5 litrga o'sha 4 grammda solib, hamma gullarga qo'llab chiqsangiz bo'ladi. Bizni kuzatib boring, sizlar uchun yanada kerakli bo'lgan ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.